Davay, o'ynaymizmi o'tirchi? Ha, o'ynaymiz. Ariq men yutaman lekin. Yo'q, qayerdan yutasan? To'xtab tur. No, ko'p o'ynadik o'zi shusam. Menimcha ketganimiz ma'qul. Meni ko'zim og'rib qoldi. Yo'q, qarag'asi ko'ziga og'riydi. To'xta, mana bu yerda bitta reklama chiqdi. Qanaqadir sayt bor ekan. Narxlar juda ham arzon ekan. Shu saytdan bir ikkita narsa zakaz qilaylik. Ha, davay, zakaz qil mayli. Menga ham kerak edi, o'zi kakras. Senga nima zakaz qilamiz? Menga kirboshida zakaz qil. Ha, o'zimga televizor zakaz qildim. Juda ham ajoyib. Arzon ekan narxlar. Ha, yaxshi. Bo'lsa ketdik. Kompyuterni o'chirdingmi? Ha, o'chirdim. Yur, biroz ko'chada aylanaylik. Yomon ko'zim og'rib ketdi. Balki davolar ko'zimiz. Ha, to'g'ri aytyapsan. Hozir unda aylanamiz. Ketdik. Qayerni aylanamiz? Farqi yo'q, qishloqni boy joyini aylanaylik. Bo'pti, yurchi. Nima gaplar bor o'zi olamda? Hech gap yo'q. Obunachilaring qalay bo'lyapti? Kechirasan, men hayajonlanib yiqilib tushdim. Bu yerda nima do'kon qurilganmi? Sen jinnimisan? Oldindan borib bu yerda do'kon. Hayajonlandim shekilli. Rostdan ham yiqilganimga men ham chalkashib ketdimi, chalg'ib ketdimi, chalpak bo'lib ketdimi, xullas shunaqa bo'ldi. O'zi bilindi. Nima deyotganding? Obunachilarning nima kanaliga hammasi obuna bo'lishmayapti. Bilmadim, hammasiga obuna bo'linglar, videoni oxirigacha ko'ringlar deb har videoda aytaman, lekin bilmayman, amal qilishmayapti. Aytganda yaxshilab tushuntir ularga sen. Yo'q, mayli, sen tushuntirgin, men gapimga ular tushunishmayapti. Johan obunachilar, videolarni oxirigacha ko'rib, hamma videosiga obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Chunki Johan bu sizlar uchun harakat qilyapti, video chiqaryapti. Sizlar unga yarasha rahmat aytinglar-da. Короче, shunaqa. Bo'pti, Johan, endi esa men uyimga ketdim. Sen ham dam ol. Bo'pti, xayrli tun. Mayli, yaxshi dam ol sen ham. Yaxshi bo'ldi. Endi dam olaman. Yaxshi o'tib ketdi. Do'konim yopiq ekan, yaxshi. Ochiq qo'ydimmi deb o'ylagandim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta tun bo'lib ketibdi-yu. Uxlayotgan payt bo'pti. Hozir kirib uxlay qolaman. Ertalab esa keyin ishlarimni davom ettira qolaman. Mana bu asbob uskunalar va mana bu kartoshkani hozir menga nima keragi bor, qo'limga olib yuribman. Yaxshisi tezroq uxlay qol. Qanaqadir SMS keldimi? Mayli, keyin ko'raman SMS. Qanaqa SMS keldi kecha? Buyurtmangiz yetkazildi deyapti. Buyurtma yetkazib berilibdi. Hozir chiqib ko'raman buyurtmani. Lekin menimcha hali ertalab bo'lmagan shekilli. Nimaga meni uyqum uchib ketdi bilmadim. Shu eshigim ham juda ham g'alatida. Qayoqqa? Eski binoga yetkazib berildi deydimi? Eski binoga men qorong'uda qanday borib kelaman? Soat 9. Soat 3 da uxlab 9 da turyapmanmi? Yo, g'alati-ku. Qanaqasiga 3 da uxlab 9 da turish mumkin? Menimcha nimadir bo'lyapti. Mayli, buyurtma kelibdi. JTLga aytayim, borib buyurtmamizni olib kelaylik. Voy JTL, buyurtma kelibdi. Bildim, SMS keldi menga ham. SMS keldi? SMS keldi. Senga ham keldimi? Kelishga keldik-ku, lekin biz nomerimizni kiritmagandik-ku. Qanaqasiga keldi bu bo'lsa? Bilmadim, sen bilsang kerak-da. Men qayerdan bilaman? Jinnimisan? Qanaqa raqam? Hech qanaqa raqam kiritmagandik. To'g'ri aytasan. To'xta, bo'lmasa hozir o'sha ko'rsatilgan joyga boraylik. Nimaga aynan eski binoga yetkazib berildi deyilgan? Menimcha ularning ofisi o'sha joyda joylashgan bo'lsa kerak-da. Yo'q, what the? U xonaning ichi to'la qon-ku. Qanaqa qon? Bu oddiy qizil dekoratsiya. Yo'q, bu haqiqatan ham qon. Yo'q, ko'rmayapsanmi? Dekoratsiya-ku. Yo'q, dekoratsiya emas. Sen yaxshilab e'tibor ber. Bu qon. Yo'q, sen aniq uyqusirayapsan. Kir bu yoqqa. Bu mana men zakaz qilgan televizor va seni zakaz qilgan kir mashinang shu yerda ekan. Shunaqa. Bo'ldi, ketamiz bu yerdan endi. Hozir olib ketamizmi birdaniga? Olsang olib ket. Lekin to'xta. Bu yerda rostdan ham qonga o'xshayapti. Qara yaxshilab. Hozir qara. O'tir, rostdan ham qon ekan. To'xta, politsiyachilarga xabar berish kerak. Bu g'alati joy ekan, to'xta. Men hozir politsiyachilarga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, xabar bermasam bo'lmaydi. Juda ham g'alati. Yaxshisi, ichidagi narsalarga, buyurtmalarimizga tegmay qo'ya qolganimiz ma'qul. O'zi nomerimizni kiritmaganimizdan, SMS kelgandan buni sezishimiz kerak edi. Bu g'alati sayt ekan. Bekor kirib biz o'sha saytga. Lekin o'zing aytding-ku, arzon narxlar bor ekan, o'sha yoqqa zakaz beraylik deb. Ya'ni men aytdim to'g'rirog'i. Sen aytding, yana meni aybdor qilasan-a?
To'g'ri. Mayli, hozir yurchi, bu yerni sen to'g'irlayapsanmi? Ha, men to'g'irlab qo'ya qolay, hech kim to'g'irlamabdi-ku. Bo'pti. To'xta, hoy. Politsiyachilarga telefon qil unda, mayli. Ha, bo'pti, hozir telefonlashaman politsiyachilar bilan. Telefonim uyimda edi, adashmasam. Uyimda borib telefonlarimni olib kelishim, telefonlarim qanaqa, men o'zim bitta telefonim bor-ku. Telefonimni olib turib telefon qilishim kerak. Nima qilib yuribsan bu yoqda, hoy? Hozir uyimni topolmayapman. Yomon uyqum kelgandi, lekin yarim kechasi SMS kelganga uyg'onib ketdim. Mana bitta narsa rosa hayron qoldiryapti. Qanaqa narsa? Biz kechasi soat 3 da kelib uxlagandik, bildingmi? Ha, bildim. Hozir nechta turganimizni ko'rdingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. 9 da turyapmiz. Qanaqasiga 3 da uxlab 9 da turish mumkin? Bilmadim, bo'pti. Men politsiyachilarga xabar beray. Mayli. Obunachilar, lekin menimcha hamma narsa qanaqadir g'alati. Sizlarga ham shunaqa tuyulyaptimi yo faqat menga shunaqa tuyulyaptimi? Bilmadim. Hozir bu yerni yopib qo'ya qolay. Do'konimni bo'shatgandim, esinglarda bo'lsa o'tgan galgi videoda narsalar eskirib ketganligi sababli yo'q, yaxshisi borib damimni olay qolay. Ertalab turib polozdagi ishlarimni qilaman. Menimcha JTL politsiyaga xabar bergani ketdi. Soat endi 1 bo'pti. Men soat 3 da uxlab 9 da turib yana qaytib 1 da uxlayapman. Bu qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Men hali ham tushunmayapman. Mayli, o'zim bilan mana asbob uskunalarni olib olayda. Mayli, ertalabgacha yaxshisi televizor ko'rib chiqqanim yaxshimi deb o'ylab qoldim. Televizorda kerakli birorta ham narsa ham ko'rsatuv ham, hech qanaqangi kino ham, hech narsa yo'q. Juda ham zerikarli. Kechasi esa ishlash biroz qo'rqinchliroq. Nima qilsam bo'larkin? Aytgancha, hozir borib ana televizorni va nima edi? Ana JTLni kir mashinasini olib kelish kerak. Menimcha shuni olib kelsa keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Olib kelaman, keyin olib kelganimdan so'ng fakelda borayim. Juda ham qorong'u ekan o'sha binoni ichi. Olib kelib qo'yaman uyimga. Agar politsiyachilarga xabar berishni o'zi kerak yo'q edi, chunki politsiyachilar hammasi shu yerda. Hoy JTL, kel buyurtmalarni olaylik. Menikini ham o'zing olsang-chi? Yo'q, o'zing kelgin. Bo'pti, harakat qilaman borishga, lekin uyg'ona olsam boraman. Bo'pti, mayli. JTL uyg'ona oladimi yo'qmi bilmadim. Lekin men o'zimni televizorimni olib ketaman. Hozir olib ketish esimdan chiqibdi. Bu qonlardan qo'rqishni bilmadim, kerak yo'qmidi. Lekin o't o'lanlar ko'ryapsizlarmi? Lekin o't o'lanlar yo'qolmagan. Bu yerga kimdir buyurtmani olib kelib qo'yib ketganda o't o'lanlarni olib tashlagan bo'lishi kerak edi. Yo'q. Hammasi tushunarsiz, hammasi g'alati. Hammasida nimadir sir bor, lekin aynan qanday sir bilmayman. Hozir hammasini tushunmadim. Bu yerda nima qilyapsanlar, hoy JTLlar? Bu yerni ozgina tozitib qo'ydik. Yaxshi chiqibsanlar. Egasi kelsa senlarni hammangni adabingni beradi, qarab tur. Yaramas bezorlar. Bu JTL yangi ko'chib kelgandi qishlog'imizga. Bilmayman nimaga bunaqa darrovdan kelgandan hamma yo'qni buzib tashlayapti. Mayli. Nimagadir menga shu uyimga to'g'ri o'tib borgandan ko'ra qishloqni aylanib o'tib borgan qulay, chunki mazza qilib toza havodan aylanib qaytishda mana shu обязательно devor ustidan tushishim kerak. Tak. Yaxshi, normal. Hozir mana bu stol biroz eshik yaqin joyga qo'yilgan ekan. Buni olib tashlay qolay. Menga juda ham xalaqit qilyapti. Televizorni ham o'sha joyga o'rnatib qo'yaman hozir yoki bu yerga o'rnatib qo'yam ekan. Mana bu yerda katta joy bor. Menimcha shu yerga o'rnatib qo'yganim ma'qul. Xo'p, bir tomoni havoda muallaq qolib ketar ekan. To'xtaylar, men buni olib turib bu tomonga qo'yib qo'ysam, shunda menimcha chiroyli turadi. Yo'lvaration, qirvaration, portlatation bo'lib chiqdi. Buni ertalab turgandan keyin ko'raman. Hozir yaxshisi uxlay qolaman. Bu yerda yoqadigan knopkasi bor ekan. Bunga hali antenna qo'yganim yo'q, o'shaning uchun ishlamayapti. Buyurtma yetkazib berildi. Xaridingiz uchun rahmat deb SMS kelyapti. Bilmadim nimaga bunaqa deyishdi, hayronman. Albatta buyurtmani qo'limga olganim uchun shunaqa deyishdi shekilli. JTL ham menimcha kir mashinani olgan bo'lsa kerak. Men esa endi yotib uxlayman. Bo'pti o'zi. Lekin kechasi bilan yurganim uchun obedgacha uxlab qoldim. Mayli, hozir kecha olib kelgan televizorimni keyinroq ko'raman. Mayli, avval polozdagi ishlarni qilib olishim kerak.
Tak, nahotki ketmonni olib kelmaganman. Mayli, shu yo'q, ketmon kerak baribir. Ketmonsiz g'alati bo'ladi biroz. Ketmonim shu yerdamidi, qayerga qo'ygandim kecha? Shu yerga yo'q, bu yerga emas. Bu yerga emas, omborxonaga qo'yganman shekilli skalatimga. O'sha yoqdan olib turib, hozir polizdagi ekinlarni yig'ishtirib, janob merga olib borib, soliqlarni to'lab kelaman. Bu yerdan kartoshka ham olayin, soliq to'lashga o'tgan galgi videoda esinglarda bo'lsa janob mer yo'qolib qolgandi va shu sababdan soliqlarni to'lay olmagandim. Janob mer menimcha bugun uyida bo'lsa kerak, chunki qutqarib olib kelgandim. Qamab qo'yishgan ekan janob merni olib borib $1000 evaziga qamoqdan chiqarib olib kelib janob merni qutqargan edim. Hozir soliqlarni birato'la olib borib to'lab kelaman janob merga. Ya'ni Jitel kecha kir mashinasini oldimikan, yo'qmikan o'shani ham bilib kelaman birdan. Menimcha olgan bo'lsa kerak, lekin men buyurtma qilgan televizor juda ham katta va ajoyib ekan. Lekin hali yo'qib ko'rganim yo'q, chunki menda antenna yo'q. O'zimni televizorimni antennasini olib borib qo'yib sinab ko'raman keyinroq. Ya'ni hozir keyinroq emas. Mana shu solonni to'lab kelganimdan keyin sraz borib kelaman. Bu yerda ham kartoshka tushib qolgan. Nahotki kartoshkalar suvga shunchalik tez tushib chiqaversa, anchagina g'alati. Men esa hozir tezroq janob merning yoniga boraman. Jitel nima qilyapti politsiyachining yonida bilmadim. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Jo'xa, meni kir mashinam yo'qolib qoldi turgan joyidan. Nima yo'qolib qoladi? Bilmayman nima ekanligini. Hozir ko'rib kelaychi, qani, lekin kecha u kelib kir mashinasini olgani yo'q. Bu yerda qonlar bor edi. Qonlar ham yo'qolib qolgan-ku. Tushunmadim. Rostdan ham nimadir? Yo'q. Menimcha uyqusirayapman. Aniq uyqusirayapman shekilli. Hozir mana bu Jitelga ham aytishim kerak uyqusirayotganimizni. Oy, menga qarang, kechirasiz janob politsiyachi, biz adashib sizni chaqirganmiz shekilli. Tushunarli. Hozir men borib televizorimni ko'rishim kerak. Televizorim joyida turibdimikan? Stop. Televizor qani? Bu yerda stollarim ham bor edi. Nahotki stollarim ham yo'qolgan bo'lsa? To'xtanglar-da. Stolim joyida-yu. Televizor qayoqqa ketdi? Qaytarib, menimcha zakasini qaytarib olib ketishgan bo'lishi ham mumkin. Yoki rostdan ham biz uyqusirayapmiz, Jitelga kelamiz. Hozir yaxshisi janob politsiyachidan kechirim so'raymiz. Politsiyachi, kechirasiz, biz sizni adashib chaqirganmiz. Qo'y, biz menimcha uyqusiraganmiz. Tushunarli yigitchalar. Ikkinchi bunaqa yolg'on chaqiruv bo'lsa, sizlarni qamashga majbur bo'laman. Kechiring, qaytadan takrorlanmaydi. Xo'p, janob politsiyachi albatta uyida bo'lsa kerak. O'tgan galgi videoda kelgan qanaqa politsiyachi? Janob merda aytibman. Janob mer, men soliqlarni olib keldim. Mana qonlar hali ham tozalamadingizmi? Yo'q, tozalab bo'lmayapti nimagadir. Tushunarli. Mayli, unda men ketdim, borib ishlarimni ko'ra qolay. Mayli, bo'pti, boraver. Mayli. Nimadir bo'ldi, bilmayman, lekin nima bo'lganini to'g'risi tushunmay qoldim.